aytishgan, men hayron qolib qaraganman. Qarasam o'sha bola men ancha vaqtgacha u bilan gaplashishni xohlamaganman. Tinimsiz SMSlar yozgan, telefonlar qilgan, mani kursdoshlarim bilan tanishishgan, o'g'il bola kursdoshlarim bilan jo'ra bo'lib, ulardan mani adresimni, men haqimda ma'lumotlarni yig'gan. Keyin men unga ozgina imkon berishga qaror qilganman. Keyin o'sha paytda Med kollejni eski ostanovkasi bo'lardi. Eski ostanovkasini oldiga o'zini ismini bosh harfi, plus meni ismimni bosh harfi, keyin люблю deb yozib ketgan. Men bu narsa, может, mendan boshqalar ham bor-ku, bunaqa ismlik, boshqa xil o'zini nima sevgani bor, yo'q, именно o'sha narsani yozib, birinchi ko'rishgan chislamizni pastiga yozgan. Biza u bilan hozir eslashim bo'yicha 15-mayda ko'rishganmiz. 15-mayda, chunki uni tug'ilgan kuni 15-may. Biza o'sha kuni kunduzi u bilan birinchi marta Obilmasada ko'rishganmiz. Qaranglar, hali ham esimda chiqib qolgan ekan. Keyin 15-may chislani yozgan. Keyin men o'shandan keyin bilganman, bu значит menga tegishli. Keyin u bilan 1-2 marta ko'rishganmiz. U menga unaqa ko'p katta podarka bermagan. Gullar berardi, shirinlik berardi. No, lekin ancha ko'nglimga yoqishni boshlagan. Keyin shu bilan ularni bizdagi o'qishi tugadi, yozgi ta'tilga ketishdi. Bizni ham o'qishimiz tugadi, biz ham yozgi ta'tilga ketdik. Aynan o'sha yozgi ta'til vaqtiga meni uyimga sovchilar kelishni boshladi. Bilasizlar, Muzaffarning otasidan birinchi sovchi menga o'shira bo'lgan. Birinchi kelgan sovchiga dadam hay deb meni turmushga berganlar. Keyin men qarshilik qilganman. Xohlamayman, tegmayman deganman. Unga aytganman. U hali munosabatlarimiz unaqa jiddiy bo'lmaganligi sababli ota-onasiga ayta olmagan, lekin akasi dadamga telefon qilgan. Dadam, "Yo'q, men qizimni uzoqqa bermayman, chunki uzoqdagi insonni men qanaqaligini bilmayman" degan javobni qaytarganlar. Keyin bularga rozi bo'lganlar. Keyin u bilan aloqalarimiz uzilgan, qaytib gaplashmaganman, gaplashishga ham qo'yishmagan. Keyin sentyabrda o'qishlar boshlangan. O'qishlar boshlangandan so'ng u yana Buxoroga kelgan. Buxoroga kelgan vaqtida yana shu men уже 3-kursman. U nima, bilmadim nechinchi kurs. Mendan bitta kurs baland edi. U 4-kurs. Keyin bo'ldi, men sen bilan gaplashib olmayman, уже men unashtirilganman desam, "Yo'q, men baribir seni nima o'zimniki qilaman, kerak bo'lsa olib qochib ketaman" degan gaplarni aytgan. Men ota-onamning yuzini yerga qaratmayman, bu ishni qilmayman deb qarshilik bildirganman. Keyingi qismni kutinglar. 3-qismda bo'ladi.